Qoraqamishda bir xona 2 xona qilingan uylarni $7-8 ming deb turgan bir paytda biz shunaqangi zo'r narxda bitta uyimizni sotuvga chiqardik. Joylashgan joylarni bitta ko'rib o'ting. Prokuratura joylashgan bu yoqda, bu yoq soyni bo'yi shunaqa zo'r aylanadigan joylar qilib qo'yilgan ekan. Bu yoqda bitta universitet joylashgan. Bu yoq esa Qorasaroyning Perekrovskasi, Malokoltsu, Safinskiy to'g'riga Chorsuga ketiladi. Mana shu yerda joylashganini ko'rsatamiz. Domni tashqi ko'rinishi, bu tomonda parkovka ham bor ekan. Podyezdning holati. Uyni kengina zalidamiz. Oldindan aytib qo'yamiz, uyimiz bez remont holatda. Bu yoqda podyezddan kirish eshik, bu yoqda esa sanuzel joylashgan. Undan o'tganimizda kuxnyaning joyi ikkinchi xona sifatida foydalaniladigan xona qilingan. Bu xona 2 xona qilingan uy. Bu yoqda esa balkonning joyi kuxnya qilingan. Hozirgi kunda bemalol shu holatiga $300 kvartirani qo'ysangiz bo'ladi. Bu uyimizning narxini $39.900 qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Albatta aloqaga chiqinglar, like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'lamiz.